Salom, men ismim Timur. Men Aralhub IT kompaniyasi direktoriman. Kompaniyamizni 2024-yili yanvar oyida 2 ta xodim bilan boshlagan bo'lsak, hozirgi kunga kelib 12 ta xodimni tashkil qiladi. Shu qisqa vaqt oralig'ida biz 30 tadan ko'p loyihalar ustida ishlaganmiz. Shulardan tadbirkorlar uchun C-Control proyektimiz va oliy ta'lim muassasalari uchun davomat tizimini ishlab chiqqanmiz. Jamoamizning asosiy qismi shu yerda joylashgan. Ulardan backend, Android va frontend dasturchilarimiz bor. Hozirda bu dasturchilarimiz taksi loyihasi ustida ishlashyapti. Aralhub jamoasining eng asosiy loyihalari shu yerda yaratiladi. Boya aytib o'tganimda, bu yerda 12 ta bolani bir qismi ishlashadi, ya'ni proyekt menejerimiz bor, testirovchik va kiber xavfsizlik bo'yicha xodimlarimiz ish olib borishadi. ...2019-yili hurmatli prezidentimizning qarori bilan Rossiya Federatsiyasiga IT yo'nalishida o'qib bitirib kelgach, shu yerda o'zimizning shahrimizda Aralhub IT kompaniyasini tashkil qildik. Shu vaqtda biz 2 ta xodim bilan boshlagan bo'lsak, hozirga kelib 12 ta xodim bilan birga ishlashib kelmoqdamiz. Shu vaqt oralig'ida IT Park rezidenti bo'lganmiz va IT Parkning barcha imtiyozlaridan foydalanib faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Asosan hozir bizlarda buyurtmalar, mahalliy bozorlar bilan ishlashib kelyapmiz va shu vaqtgacha 30 ta loyihalar ustida ishlaganmiz. Ulardan tadbirkorlar uchun C-Control proyektimiz bor. Oliy ta'lim muassasalari uchun davomat tizimlarini ishlab chiqqanmiz va bozorlar uchun E-bozor loyihasini ishlaganmiz. IT Park rezidenti bo'lganimiz uchun hozirda bizga ko'p shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, olib qaraydigan bo'lsak, Local to Global dasturi bor. Bu dastur orqali biz xalqaro bozorlarga kirib borishimizga va tadbirkorlar bilan yaqindan ishlashimizga imkoniyat yaratib beradi. Keyingi rejalar haqida aytib o'tadigan bo'lsak, hozirda Startup Garage loyihasidan $20 ming investitsiya shu oyda jalb qilyapmiz va boya aytib o'tganday 2 ta bo'lib boshlagan bo'lsak, 12 taga yetgan bo'lsak, buni hali ham ko'paytirish, xodimlar sonini va ularni qayta o'qitish, yanada bilim darajasini oshirish bizlarning keyingi rejalarimiz bo'lib hisoblanadi. Va yana shu oyning o'zida o'rgangan bilimlarimizni bo'lishish maqsadida va o'zimizga ham qo'shimcha daromad qilish maqsadida katta o'quv markazini ochyapmiz IT yo'nalishida. Men Atabek O'tebayev, Aralhub IT kompaniyasida Android dasturchi bo'lib ishlayman. IT ga qiziqishim maktab davriga borib taqaladi. Ota-onam birinchi smartfonlarni menga berishganda, u smartfonga har xil o'yinlarni va dasturlarni yuklab, ularni foydalanib ko'rardim. Shu payt o'z-o'zidan u dasturlar qanaqa ishlashi va nimaga aynan shu tariqa ishlashi menga juda qiziq bo'lgan. IT ga degan qiziqishim shu nuqtadan boshlandi desa ham bo'ladi. Vaqtlar o'tib, o'zimga kasb tanlash yoshiga yetganimda o'zimni IT da sinab ko'rish menda g'oyasi paydo bo'lgan va Nukusda joylashgan Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Nukus filialiga topshirganman va u yerga grant asosida qabul qilinganman o'qishga. Birinchi dasturlash tillarini shu TATUda o'rganib boshlaganman. U yerda Java tilini shu yaxshi tarzda o'rganib, dasturlash fanidan yaxshi baholar olganman va keyin Java tili bilan Android dasturlarini yasash mumkinligini bilganman va Androidga o'z-o'zidan dasturlar yasash xohish paydo bo'lgan. Android o'rganishim ham boshida o'quv kurslariga borganman, keyinchalik mustaqil ravishda o'rganib ketganman. Boshida shu oddiy dasturlar va o'yinlarni yasab, hozirda katta loyihalar ustida ishlayapman. Va hozirda jamoamiz a'zolari bilan xalqimizda uchrayotgan muammolarga innovatsion yechim berish tariqasida biz o'zlarimizni tumanlararo taksi loyihamizni ishga tushirdik. Bu loyihamizga kirib,
odamlar o'zlariga qaysi tumanga borishdan oldin o'zlariga taksini buyurtma berib qo'yishlari mumkin. Oldinlari qanaqa bo'lardi? Oldinlari faqat Telegram guruhlarda topishgan takliflarni, ya'ni Telegramga bog'lanib qolishga olib keladi. Shuning uchun bizlar o'zlarimizni, yechimimizni xalqqa ko'rsatdik va hozirda loyihamiz yaxshi ishlab, xalqqa o'z xizmatini ko'rsatib kelmoqda. Hozirda AI texnologiyalari juda rivojlanib kelyapti. AI texnologiyalarini dasturchilarning ishidan olib qo'yish xavfi ham bor. Shuning uchun men o'z bilimlarimni yanada orttirish uchun dunyodagi eng kuchli mutaxassislardan onlayn kurslarni o'qib o'rganib boraman. Va shu kurslarni o'qishim uchun ham men uchun ingliz tili juda katta foyda keltiryapti.